Qandli diabetingiz bor va qondagi qand miqdori ko'tarilgani sari yondosh kasallik kelib chiqyapti. Kunlik ichadigan dorilaringiz, oladigan insuliningiz. Bu kunlik qondagi qand miqdorini norma holatda ushlab turish uchun. Lekin kun davomida sizni bezovta qiladigan og'iz qurishi, qo'l oyoq uvishish, muzlash, tomir tortish, qaqshash, holsizlik, ko'z oldi xiralashishi, ovqat hazm bo'lmasligi, ich qotishi va bundan tashqari juda ham ko'p simptomlar. Aynan qondagi qand miqdorini norma holatda ushlashdan tashqari, qandli diabetni simptomlar bilan birga bartaraf qilish uchun eng yaxshi yechim bu tabiiy yechim hisoblanadi. Tabiiy yechim bo'lganda ham ishonchli, samarali, rezultati bor tabiiy mahsulot bo'lishi albatta zarur. Biomavrid mahsulotini qandli diabetga chalingan insonlarimizga o'zlari xohlagan rezultatga erishguncha iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Biomavrid mahsulotini qandli diabet kasalligida iste'mol qilib, sog'lig'ingiz uchun faqatgina foyda topasiz.